Bad Business kvadrat metri 259 dollardan joy ko'rganmisizlar, qadrli do'stlar. Mirzo Ulug'bek tumani, Qorasuv mahallani yonginasida, Farovon mahallasida katta trassani 100 dan 400 metr masofada joylashgan. Ikkinchi darajali yo'limizning 100 dan 100 metr masofada joylashgan 20 ga 30 6 sotuv maydonga ega 1350 kvadratdan iborat joyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib ko'rishingiz qadrli do'stlar, naq 5 ta mashinaga mo'ljallangan vezga ko'zingiz tushadi. Fundamentlarimizga alohida e'tibor beramiz. Paltarashga pishiq ishlardan foydalanilgan. Planirovkaga gap bo'lishi mumkin emas, qadrli do'stlar. 2 qavat va 3 ta urindan iborat 1350 kvadratni o'z ichiga oladi. Bu yerda basseynlarga hududlarimiz, yozgi oshxonaga hududlarimiz, landshaft, zelena zonaga joylarimiz mo'ljallangan. Podvalniy pomeshcheniyalarimiz, bilyardning, saunalarga mo'ljallangan joylarimiz mavjud. O'rtoqlar, kvadrat metriga hisoblaydigan bo'lsa 259 dollardan to'g'ri kelyapti. Pat hostel, biznes center, gostinitsalarga, bog'chaga juda ham zo'r to'g'ri keladigan joyimiz o'rtoqlar. Sotiga quruq yer hisobida sotuvga qo'yilayotgan obyektimiz. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Umumiy narxi 350 ming $AQSh belgilandi. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Maydonimiz 20 ga 30 hajmga ega 6 sotuvdan iborat qadrli do'stlar. 12 ta xona preplanirovka qilib 18 ta xona hosil qilsanglar bo'ladi. Bu bo'lsa yozgi terrasamiz.